Necha boda oy shu'lasi xushmas edi yuzlarimga barg aro boqqan bugun unas yuzlarimga negadir Andijon Farg'ona vodiysining eng qadimiy va yirik shaharlaridan biri bo'lib, tarixi 2,5 ming yildan ortiqroq davrni o'z ichiga oladi. U Buyuk Ipak yo'lidagi muhim hunarmandchilik va madaniyat markazi hisoblanib, Boburiylar sulolasi asoschisi Zahiriddin Muhammad Boburning vatani va qadimiy Movarounnahrning yirik shahri hisoblanadi. Andijonning eski shahar qismi shaharning tarixiy yuragi va eng gavjum markazlaridan biri hisoblanadi. Bu yer o'zining qadimiy an'analari, usta hunarmandlari va mashhur bozorlari bilan ajralib turadi. Eski shaharning asosiy diqqatga sazovor jihatlaridan biri bu markaziy dehqon bozori. Viloyatning eng yirik va fayzli bozorlaridan biri hisoblanib, bu yerda meva-sabzavotlar, ziravorlar va milliy mahsulotlarning keng tanlovi mavjud. Andijon shahridagi Motamsaro ona haykali xotira va qadrlash maydoni markazida joylashgan bo'lib, Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan o'zbekistonlik jangchilar xotirasiga bag'ishlangan muhim yodgorlikdir. Haykal o'z farzandining urushdan qaytishini intizorlik va qayg'u bilan kutayotgan ona timsolida aks ettiradi. Bu nafaqat shaxsiy g'am, balki urushda yaqinlarini yo'qotgan barcha onalarning matonati ramzidir. Har yili 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan ushbu haykal poyiga viloyat rahbariyati va keng jamoatchilik tomonidan gulchambarlar qo'yiladi. Shuningdek, haykal yonida urushda halok bo'lgan andijonlik askarlar ismlari bitilgan xotira kitoblari joy olgan. Yuragimning ardog'isi jon Andijonim, jannat yurtim ko'ksidagi duru marjonim. Beshik bo'lding qancha iste'dodlarga, ijod chashma bulog'isan ko'hna oshyonim. Dunyoning har nuqtasida bordir ovozing, hayotning har jabhasida yuksak parvozing. Qayga borsam mezbon bo'lib mehmon siylagan, dilkashligu so'zamoli asri merosing. Andijonim, jonim, noming tilda sharaf shonim. Andijon shahrining qoq markazida joylashgan Alisher Navoiy nomidagi madaniyat va istirohat bog'i viloyatdagi eng yirik va go'zal dam olish maskanlaridan biri sanaladi. Bu bog' o'zining ko'hna tarixi va zamonaviy qiyofasi bilan nafaqat mahalliy aholi, balki voha mehmonlarining ham e'tiborini tortib keladi. Bog'ning kirish qismida ulug'vor arkali darvoza qad ko'targan bo'lib, u milliy me'morchilik an'analarini o'zida aks ettiradi. Markaziy xiyobon bo'ylab yurganingizda o'zbek tili va adabiyotining asoschisi, buyuk mutafakkir Alisher Navoiyning haykali oldidan chiqasiz. Ushbu maydon shahar madaniy hayotining o'zagi bo'lib, u yerda tez-tez adabiy kechalar, bayram tadbirlari va konsert dasturlari tashkil etiladi. Bog' hududi juda keng va yashillikka burkangan, ko'p yillik soya salqin daraxtlar, rang-barang gullar va yam-yashil maysazorlar yozning jazirama kunlarida ham kishiga huzurbaxsh salqinlik beradi. Andijon viloyati o'lkashunoslik muzeyi 1934-yilda tashkil etilib, dastlab u qishloq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi asosida ochilgan. Hozirgi kunda muzey fondida 30 mingdan ortiq noyob eksponatlar mavjud bo'lib, 300 ga yaqin tasviriy san'at asarlari va mingdan ortiq amaliy san'at buyumlari bor. Viloyatining ko'p yillik tarixini saqlash va uni namoyish etish uchun tashkillashtirilgan. Eski shaharda ham Registon deb nomlanuvchi joy bo'lib, bu yerda asosan Buyuk Ipak yo'li davrida karvonlar, shunga o'xshash ulovlar o'tgan bo'lib, asosiy madrasalar shu joyda qurilgan. Andijon hunarmandchiligining eski shahar bilan bog'liqligi juda kuchli va tarixiy yildizga ega. Ayniqsa Andijon eski shahri hunarmandchilikning asosiy markazi bo'lgan.
Qadimda Andijon shahri 2 qismdan iborat bo'lgan. Eski shahar ichki qism, yangi qurilgan hududlar. Eski shaharda har bir ko'cha yoki mahalla ma'lum bir hunarga ixtisoslashgan. Masalan, kulollar, temirchilar, to'quvchilar alohida joylarda yashashgan. Bu tizim hunarmandchilikni rivojlantirish sirlarini saqlashga yanada keng yordam bergan. Devanovoy masjidining dastlabki binosi 1870-yilda qorasuvlik saxovat peshi va tadbirkor inson Devanovoy sarmoyasi bilan qurilgan va uning nomi bilan atalgan. Ushbu masjid ittifoq davrida ham viloyatdagi markaziy va asosiy masjid sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan. Binoning yuqori hoshiya va markaziy qismlariga, gumbazning ichki qismlariga go'zal xattotlik san'ati namunasidagi Allohning ismi va Qur'on oyatlari bitilgan. Masjid katta 3 qismli mehrobga ega. Birinchi qavatda katta asosiy zal, ikkinchi qavatda esa kichik boloxonalik zallardan iborat.